Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Sizlar uchun Umaning 5 talik non apparatlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu apparatimiz hamyonbop deb ataganmiz. Akalar, soatga 700 ta 800 ta nonni bemalol bosib beradi. 600 grammgacha. Buni ichida bitta qolip, bitta chekichi bonus qilib qo'shib beramiz. Bez kompressor. Ushbu apparatimiz nonchi Uma bo'lib, soatiga 500 ta 600 ta nonni bemalol bosib beradi. Xo'p, bu 500 grammgacha bitta qolipi, bitta chekichi ichida bo'ladi akalar. Xo'p, bu $500, bu $700 nimaga deydigan akalarimiz uchun farqini yaxshilab ko'rishlari mumkin. Xo'p, raspletillar, xo'p, silindrlar va rama qismida va shnanglarida farqi bor. Shuni hisobiga narximiz ozgina raznica qilgan. Ichki sxemasiga kelsak, ikkalasi ham bir xil, original holatda akalar ko'rishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqa uchun pastdagi raqamlarga chiqishlari mumkin.